Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Oyatulloh Ali Humayniyni butun Tehron bugun so'nggi manzilga kuzatdi. Oyatulloh Ali Humayniyni so'nggi manzilga kuzatish chog'ida millionlagan eronliklar ko'chaga chiqib motam tutishmoqda. Nafaqat Tehronda, balki Eronning barcha shaharlarida insonlar ko'chaga chiqib o'z xaloskori Oyatulloh Ali Humayniyni so'nggi manzilga kuzatishmoqda. Isroil zarbalari oqibatida halok bo'lgan Oyatulloh Ali Humayniyni o'limidan so'ng ayrim davlatlar ushbu pozitsiyaga o'z noroziligini bildirmoqda. Bu davlatlar Rossiya, Xitoy hamda Shimoliy Koreya hisoblanadi. Yuqorida tilga olganimiz uchala davlat ham Isroilning xatti-harakatlarida norozi ekanligini BMT tashkilotiga bildirgan do'stlar. BMT tashkiloti esa bu vaziyatga har doimgidek tomonlarni diplomatik yo'l bilan muammoni hal qilishga chaqirgan. Eronning taniqli generallaridan biri shunday intervyu bergan. Bugun aynan 1-mart kuni Isroil hamda AQSh qo'shinlari tarixda kutilmagan zarbani qabul qilib oladi deb xabar bergan do'stlar. Kuni kecha Eronning nufuzli harbiylaridan biri o'z X tarmog'ida shunday xabar qoldirgan. Biz bor yo'g'i eski qurollardan foydalandik. Hali sizlar uchun juda katta muammo tug'diruvchi qurollarimiz oldinda deb xabar qoldirgan do'stlar. Bu xabar o'z-o'zidan shuni anglatadiki do'stlar, hali Eronda urushga kirmagan juda ko'p qurollar borligini anglatadi do'stlar. Eron avvaldan urushga tayyorlanib kelgan. Britaniyaning Bloomberg axborot agentligining xabar berishicha, bu urushda kimning raketasi ko'p bo'lsa, o'sha albatta g'alaba qozonadi deb xabar bergan do'stlar. Ayrim harbiy ekspertlar shuni taxmin qilmoqdaki do'stlar, ayni vaqtda Eronning birgina raketa tizimini yo'q qilish uchun Isroil 3-4 nafar raketasini qurbon qilmoqda. Bundan shuni anglash mumkinki do'stlar, Eron raketalarini osongina bir raketa bilan yo'q qilishning imkoni yo'q.